time management ko'proq vaqt boshqaruv deb tarjima qilishadi. Endi vaqtni boshqarish Allohga xos. Biz uni vaqtni to'g'ri taqsimlash deb tarjima qilamiz qo'ldan kelguncha bandamiz. Ulamolarning nazdida vaqtning qadri degan bir ajoyib kitob bor edi. Abu Hudda hazratlarining juda ajoyib kitob. Shu ulamolardan so'rashgan ekanda, sizlarda ham 24 soat bor, bizda ham 24 soat bor. Uzunligi teng bo'lsa deydi. Nimaga sizlar ko'p ish qo'yaversa biz kam ish qilamiz desa, to'g'ri, uzunligi teng, lekin bizning eni ham bor deb aytishgan ekanda. Shu eniga uzaytirish haqida bugun qo'ldan kelgancha gaplashamiz. Bu vaqtga Alloh taolo agar baraka bermasa qiyin. Yevropada ozgina o'tirib gapirib, keyin chizadigan joylarimiz bor. Xo'p. Yevropada time is money deyishadi, shunaqa maqol bor. Vaqt bu puldir degan. Aslida bu xato maqol, sababi vaqt pul emas. Vaqt puldan oliroq tushuncha, yuqoriroq narsada. Chunki uni pulga sotib bo'lmaydi-da. Bir qadrdon do'stimiz bor, Islom Abdulmajid degan. Ijtimoiy tarmoqda bir kun yaxshi video joyladi. Endi men biznes sohasi bo'lganim uchun sal shunga taqab gapiraman. Warren Buffett degan bir juda boy odam bor, ko'pchilik eshitgan. Doim top 10talikda yurishardi, o'sha Bill Gateslarning quvlashmacha o'ynashib. Shunda hozirgi kunga kelib, shu odam 90 ga kirdi-da, 91 ga kirdi, 30-yil tug'ilgan. 93 milliard dollar puli bor. Endi o'sha odam boyroqmisiz, boyroqmisiz deb savol berib, keling hozir shuni tekshirib ko'ramiz deb juda ajoyib qiyos qilgan. Warren Buffettni o'rnida bo'lib qolib, hayotini asosiy qismini yashab bo'lgan, 91 ga kirgan odamning o'rnida bo'lib qolib, 93 milliard dollar pulingiz bo'lishini xohlarmidingiz? deb savol beryapti. Bu savol sizlarga ham tegishli. 93 milliard dollar pulingiz bor, faqat 91 ga kirgansiz. Xohlarmidingiz yo'qmi? Ha? Yo'q, albatta. Warren Buffettchi 93 milliard dollardan voz kechib, siz o'rningizda bo'lib qolish xohlaydimi u? Agar bo'ynida 10 milliard dollar qarzi bo'lsa ham siz o'rningizda bo'lib qolish xohlaydi-da. Demak, siz boyroq ekansiz-da. Insonda eng katta boyligi nima desa, hozir yerda tagida emas, yerda ustidaligi. Bir kunda yer yuzida 150 mingga yaqin odam vafot etadi-da. Bir haftasiga 1 million degani. Bizga hozircha vaqt berilgani, muhlatimiz hali tugamagani bu eng katta boyligimiz ekan. To o'sha ajalimiz bo'g'zimizga kelmagunigacha biz yer yuzida eng baxtli insonlarmiz. Sababi bizga eng avvalo katta boylik iymon berilgan. Yaqinda bitta intervyuda savol qo'yishdi, nimadan qo'rqasiz deb. Ko'pchilik aytishadi, masalan, biron nima yo'qotishdan qo'rqaman deb. Endi Xudo bergan narsani Xudo oladi-da. Lekin inson shu iymonni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish kerak. Shuncha amal qilib oxirida beiymon ketib qolishdan qo'rqish kerak endi. O'shaning uchun birinchi navbatda vaqtning qiymatini tushunib olishimiz kerak. Vaqt bu pulga sotib bo'lmaydigan narsa. Hadis shariflarda ham keladi-ku, shu ikkita narsaga sal inson diqqatliroq bo'lishi kerak. Salomatlik va bo'sh vaqt. Ko'pchilik biladi buni. Borida qadriga yetmasa, keyin yo'g'ida hasrat qilib qolinadi bu narsalar. O'shaning uchun hammaga 24 soat vaqt berilgan ekan. Buni agar to'g'ri sarflay olmasak, biz keyin har bitta o'tgan soniyasi uchun Alloh taoloning oldida javob beramiz. Agar adashmayotgan bo'lsam, shu Alloh taoloning oldiga borib, huzurida inson shu 3 ta narsaga javob bermasdan bir qadam siljimaydi deyshadi. Bu ilmiga qay darajada amal qilgani, qayerdan topib qayerga sarflagani va yoshligini nimaga sarflagani, qanday o'tkazgani. Umuman hamma bemalol 60-70 yoshgacha men yoshman deyverish kerak. Aslida ota-ona uchun hamma yosh bo'ladi. 90 kirasiz, yo'q. Butun umringizni nimaga sarflayotganingizni noldan qo'yib berishsa, play'ni bosib, uyalmaydigan darajada o'tkazish kerak-da. O'sha haqida bugun inshaalloh gaplashamiz.